230 BYD chempionmi? Rangi qanaqa mashinani? Voy mashalloh. Bo'ldi. 230 BYD chempionmi? Bo'ldi aka. Rangi qanaqa mashinani? Voy mashalloh. Qorami? Bo'ldi aka, kelma, xotirami kelma. Qo'rimizdan qizib ketdi, shullamayapti yaxshi bor-a. Aporni taqmasam bo'lmaydi, sirrochini menga bor-a. Aka, o'ng qo'limda kartinka aka mana. Voy jigar. Voy onamni. Davay. Bismillah. Boshqa. Bo'ldi, men stevordan o'tdim. Beshoqotni o'tdim. Qani. Bo'ldi, ko'rdim. Mashina? Ha. Davay, bismillah. Bismillah. Davay, shoshgandan shunaqada. Davay. Bo'l, oching bu yoni, oching. Bo'ldi. To'xta, pishirtiring. Endi. Voy xudoga shukr. Agar u bukimni yo'lda siqib qo'yib, ozgina xalaqit berib qo'ygan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman. Mana shu mashinadan ming bor uzr so'rayman. BYD chempion ichida Safiyani shunday yonida bola qolib ketgan ekan. Bunaqa paytda to'g'ri tushunasizlar, faqat noto'g'ri tushunmanglar. Imkon boricha tezroq borish kerak. Ming bor uzr so'rayman. Agar shu mashinada kimdir siqib qo'ygan bo'lsam. Hammaga kattakon rahmat, duo qilib birgalikda sog' bo'linglar.